Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun 8 Pro Max mashinamizni polni mana intercooler radiatori yangi o'zini originaldan qo'ydik. Radar dатчик polni krepleniyalarini yangiladik. Sinib ketgan edi bular. Konditsioner radiator ham yangi qo'ydik. Tak, vakuum motorchik, kolonka главный suv radiatori va polni yangiladik. Nasib bo'lsa xudo xolasa bamperlarni ustanovka qilamiz. Simlarni ham polni izolyatsiya qilib ulab chiqdik. Simlar uzilib ketgan edi bu mashinada. O'zinikidek qilib. Mana yangi bamperimiz. Ichlarga setka tortdik. Tumankalar yangi bo'ldi. Nasib bo'lsa xudo xohlasa teramiz endi. Tak, mana aytgancha korobka paddonni ham yangisini qo'ydik. Korobkaning ichiga yog'larni soldik. Hamma joy chotki. Nasib bo'lsa xudo xolasa teramiz.